Assalomu alaykum. Hozirda biz kartoshka ekin maydonidamiz. Ushbu loyiha Biznes rivojlantirish banki hamkorligida Xorazm viloyati Xiva tumani Indavayk muhitida 1485 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda kartoshka ekilgan. Yerning umumiy maydoni 2,75 gektarni tashkil qiladi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish va gullash holatida. Ekinlarni yetishtirish 120 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 9 dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi uchun o'rtacha 0,130 gektardan to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun Lidiya tadbirkor Chanashik Allabegam Mashirov Abdulloh ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 18 tonna, jami 49,5 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlarini yanada oshirib boradi.